borib qo'yaman. Yo'q, rahmat. To'xtang. Kecha ismingizni so'ramabman. Tanidingizmi meni o'zi? Ha, tanidim. Ismim Malika. O'qishga ketyapsizmi? Ha. Tayyor mashina bor, yuring, borib qo'yaman. Yo'q, rahmat. O'zim ketaveraman. Qalay, o'qishlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Endi har holda qarindosh bo'lamiz, butunlay begona emasmiz-ku. Shuning uchun yuring, mashinada borib qo'yaman deyotgandim. Yo'q, rahmat. O'zim ketaveraman. Qayerda o'qiysiz? Diplomatiyada. Hamma talabalar orzu qiladigan oliygoh ekanda. Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Mayli, men darsga kech qolayotgandim. Malika. Allo, Jasur aka, assalomu alaykum. Qayerdasiz? Alaykum assalom, Surayyo. Ishdaman, nima edi? Bugun ko'rishamizmi degandim. Bugun ishlarim juda ham ko'p. Keyin gaplasharmiz, bo'pti.